Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-27 noyabrdagi alohida uy-joyni xususiylashtirishga rozilik bergan shaxslar to'g'risida ma'lumotnoma hamda davlat mulki obyektini xususiylashtirish uchun buyurtnoma berish to'g'risida davlat xizmatlarini ko'rsatish ma'muriy reglamenti tasdiqlash to'g'risidagi 627 sonli qaror tasdiqlangan. Unga muvofiq Davlat xizmatlari markaziga yoki yagona interaktiv xizmat portali orqali davlat xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tuman hokimligi vakolat organi hisoblanadi. Bu davlat xizmatlari foydalanganda hech qanday yig'im undirilmaydi. Davlat xizmatlarini ko'rsatish 1 soat ish vaqti bilan belgilangan. Shuningdek, so'rovnomaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi. Alohida uy-joy, kvartira miqdori ekanligini tasdiqlovchi hujjat, miqdorning oila a'zosi bo'lgan taqdirda ushbu faktni tasdiqlovchi hujjat, vakilning vakolatini tasdiqlovchi hujjatlar bilan davlat xizmatlaridan foydalanish mumkin.